Bu nima? Bir yigit va bir qiz Rokki tog'lari bo'ylab allaqandaydir joyda sayr qilayotgan edi. Butalar orasida nimadir shiqirlayotgan edi. Shu sababli yigit qo'lini bigiz qilib, butalar tomonga yurishga qaror qiladi. Butalar tomonda shiqirlayotgani uchun yigit qo'liga uzun tayoq olib oladi va u tomonga yurishga otlanadi. Yigit to'satdan to'xtab qoladi. Qiz undan nega to'xtaganligini so'raydi. Yigitning ishonchi komil emas edi, chunki butalar orasida qo'rqinchli nimadir borga o'xshar edi. Lekin to'satdan u yerdan nimadir chiqadi va yigit qulab tushadi. Qiz maromida kulib qo'yadi. U Pika edi. Pika kichik bir jonzot bo'lib, u ko'pincha qo'yonlarga o'xshar edi. Pika bir zumda ketadi. Qiz qachonki orqasiga qaraganda, yigit daraxt ustiga qulab tushgan edi. Qiz yana kuladi va qo'lini cho'zadi. U yigitga yordam berish uchun yana bir bor qo'lini cho'zadi va u yerdan olib chiqadi. Yigitni shox-shabbalar tirnaganmidi, qo'lda qandaydir qichimish qizil dog' bor edi. Qiz bunga ahamiyat bermagandek o'zini tutadi va qachonki katta eman daraxtini ko'rganda, ular hayratda qolgan edi, chunki u qizamiq rangda edi. Qiz yigitga bu menimcha olimlarning tadqiqotlaridan biri yoki anomalik holat deb aytadi. Qiz bunday o'simlikni hayoti davomida ko'rmagan edi. Yigit shunda kech bo'ldi, uyga ketish kerakligini qizga aytadi va qiz rozi bo'ladi va yana o'sha hodisani eslab, ikkalasi ham kuladi va uy tomon yo'l oladi. Qachonki mashinasi bilan qizning uyiga yetib kelganida, qiz sayohatdan mamnunligini aytadi, lekin yigit uni to'xtatadi. Balkim tushlik qilarmiz deb qizga aytadi. Qiz esa ertaga ertaroq ishga borish kerakligini aytadi. Yigit yana ichishga nimadir olarmiz deb maslahat beradi, lekin qiz yana rad etadi. Va yana yigit gapirmoqchi bo'lganda, qiz uni barmog'i bilan og'zini yopadi va to'xtatadi. Qiz unga yaxshi kayfiyat bilan qaraydi va yigit nima bo'lganligini tushunadi va yana 2 haftadan so'ng ko'risharmiz balkim deydi va qiz bunga rozi bo'lgandek iljayadi va xayrlashadi. To'satdan yigitning qo'li qichisha boshlaydi. Bir necha haftalardan so'ng qiz yigitiga telefon qiladi va ahvol qandayligini so'raydi. Yigit hammasi yaxshi deb aytadi. Qiz biror bir joyda ko'rishishni istayotganligini yigitga aytadi, lekin yigit buni istamaydi. Qiz yana biror bir parkda yoki restoranda ko'rishish uchun stol buyurtma qilishini aytadi. Lekin yigit qandaydir baqirib yuboradi va qiz bunga tushunmaydi. Yigit hammasi joyida, hammasi yaxshi deb qizni tinchlantiradi. Yigit yana baqiradi. Qiz nima bo'lganligini tushunmaydi va yigitdan yana ahvoli qandayligini so'raydi. Balkim uchrashish kerakligini ham aytib o'tadi. Lekin yigit yanada qattiqroq baqiradi va hammasi joyida, bu yerga kelishing shart emas deydi. Qiz xavotirlancha xayr deydi va yigit go'shakni qo'yadi. Yigitning ko'rinishi dahshatli edi. Yuzi allaqandaydir ko'kimtir rangda, qo'lida esa nimadir yurayotganga o'xshar edi. Yigitning yana qorni og'riydi va baqirib yuboradi va yerga qulab tushadi. Va nihoyat o'ziga tinchlantirib olgandan so'ng telefonni qo'liga olishga qaror qiladi. Telefonni bexosdan yerga tushirib yuboradi va telefondan 91 yana bir raqamni termoqchi edi. Qorni yanada qattiqroq og'riydi va baqirib yuboradi. Qiz bir necha haftalardan so'ng yigitning uyiga keladi. Yigitning eshigining oldida ko'p xatlar bor edi. Qiz bir necha marotaba eshikni taqillatadi va lekin hech kim javob bermaydi. Yana taqillatadi, lekin hech kim javob bermaydi. Qiz va nihoyat eshikni ochadi va ichkari kirishga qaror qiladi. Ichkari qop-qorong'i edi. Qiz qandaydir qo'lansa hidni sezadi va chiroqni yoqishga qaror qiladi va chiroq tugmasini topib
Svidni yoqadi. U hayratlanib qoladi, chunki xonaning o'rtasida katta iman daraxtiga o'xshaydigan o'simlik bor edi. Qiz uni qo'li bilan teginishga harakat qiladi va u qandaydir yopishqoq va nam narsani sezadi. To'satdan u qo'rqib ketadi, chunki daraxtning tagida qandaydir jasad yotar edi. U uning do'stining jasadi edi. Iltimos, video yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosishni unutmang.